Doğru. Ölüp ketsen gördü tıllaydı, tirik olsan tordu tıllaydı. Bu başkalar tordu pen teknika, bilim, uçur ögense. Biz neyini ögünüyatımız? Tordu o, muhabbetleşişini, kuruq gap setişini, g'aybet şikayetini, kusur tepişini ögünüyatımız. Bulbuldek sayraştın, iştek havaş asa okşaydı adaş. Rastlayas adaş, iş işleyemizim kalap adamını ufsatmaydı demez mi? Doğrudan adaş. Lekin to'g'ri tanqidiy fikr olsa cho'qim qabul qilishimiz kerak. To'g'ri tanqidiy fikrini cho'qim qabul qilishimiz kerak. Bo'lmasa sen bilan biz ilgileyemeymiz adaş. To'g'ri. Sho'lashqa qisman chakana odamlarning qusur tepish uchun emas, balki bizni qo'llayotgan tomoshabinlarimiz uchun yaxshi to'tin bir iz chiqayli adash. Sen gap qilding adaş. Meva o'xshagan sir uning qurchiq tushidi. Daraxt o'g'ilgan sir uning shamol bektigidi. Shuni biz chidamli bo'lishimiz kerak. To'g'ri, chidamli bo'lish kerak adash. Lekin kichikkin bir chashqam uyg'un tomni ko'lab o'ratalaydi juma. Hopla, bu degan ama to'g'ri adaş. Adaş, bo'lmish manda qilmaylimi? Ortiq boshqa turib avarlab yurmay. Başkalar oynab bo'lgan itotdan birini tarjim qilib o'ynamaylimi? Başqalarnikini oynab bo'lgan tarjim qilib. Hech kim uqmaydi. Bo'lamiki adash, bo'lamiki. Uning sizmi bizda tarjim film ozmi? Yaxshi olsun, yomon bo'lsin, yana o'zimiznikini yozaylik. O'zingnikini nima aytadi? Shuna adash. Mush so'z-so'zak taqtiyotgan, qusur tepiyotgan, mush odamlarning to'g'ri tushunishimiz kerak adash. Ularni yot odamlar emas, dal bizning atrofimizdagilar. Shu o'zi bilan ishni qamlashtirmayotganlar. Ashu bicharalarni to'xtatib qolmay qusur tepish uchun bo'lsa-ma, biz to'xtatib qolmasak bo'ladi. Rastlaysa. Ashu bicharalarni ishsiz qilib qolmasa, beka, ularga azroq o'sim ish deb beraylar adash. Tova. Erlarning nashtir turib bir-birini chiqishmaydi ekan. Odamlarcha nashtarsiz turib bu olamga petishmaydi ekan. Bu hikmatni kim yozgan bo'g'iti deyman. Biz qachongacha dash karvatni beshik, marjonni to'shik, yo'lbasni mushuk deb yashaymiz. Molludan qusur tepib, olimni yaratmay, molim yaratmay, ishchidan qishchidan avan tepib qusur izlab yuramiz deyman. Qanday qilsak bular? Qanday? Rasada endi esimga keldi. Bir gap esim keldi. Mush hech kim qusur topolmaydigan, gap topolmaydigan, mush hayvonotlar to'g'riliq. Uchar qushlar to'g'riliq. Mushlar to'g'riliq hech chiqmaydi. Astagfirullah adash. Unda qilsak, mashqisi odam va tabiat kishi qilib yiqilib o'xshaydi deb gap topa. Voy mo'g'ul. Manda qil adash. Kallamga bir aql keldi. Ikkimiz saniga chiqiblar. Mushlar turiblar. Adaş, bunda qilsak bizning gap toparman zuvondalarga texim bo'lib bera. Nima deb bo'ladi? Oshiqsang zuvoni tutilib qopti deb.
felek Yürgünü mücüp könlümni aldı Görgüsü yalgan sürün telekle Yürgünü mücüp aklımni aldı Oylap görsem Kıllı işretlerge tolganken alem Bir ne yaxşı dep bir ne yaman Ötközerken ömürni adem Bir ne yaxşı dep bir ne yaman Ötközerken ömürni adem Mahtiğanğa çok ketmedim Tilliğanğa kılmedim perva Dektatın emma ölüp ketmedim Kan sağlık buldu bana hemre Dektatın emma ölüp ketmedim Kan sağlık buldu bana hemre Dektatın emma ölüp ketmedim Kan qo'saqliq bo'ldi menga hamroh Kan qo'saqliq bo'ldi menga hamroh